Здравствуйте, уважаемые ученики! Сегодня у нас 11-й урок, и тема нашего сегодняшнего урока – имя числительное. Barchaga assalomu alaykum degan holda 11-chi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizning mavzusi son, kechirasizlar, son so'z turkumi. Demak, son, ya'ni числительное, число so'zidan kelib chiqadi. Qanday, kechirasizlar, qancha, qay biri, nechta degan savollarga javob beradi. Qay darajada degan savolga javob beradi. Rus tilida bu сколько, который, насколько degan savollarga javob beradi. Son so'z turkumi 4 turga bo'linadi. Birinchisi количественные числительные, ya'ni sanoq sonlar. Masalan, 1, 20, 100, 1000, milliard, 1, 20, 100, 1000, milliard. Tartibli sonlar, ya'ni inchi qo'shimchasiga ega bo'lgan sonlar порядковый deyiladi. 20, 100, 1000, 45, 302. Собирательные, jamlovchi sonlar. O'z-o'zidan bunga bir raqami kirmaydi, u hech kim jamla olmaydi. 2 raqamidan 8 raqamigacha ko'proq ishlatiladigan holat. Ya'ni двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро. Ikkitalashib, uchtalashib yoki uchovlon, to'rtovlon va oba-obe sonlari ham kiradi. Oba mужской rod so'zlarga ishlatiladi, obe женский rod so'zlarga ishlatiladi. Ikkalasi ham degan tarjimada keladi. To'rtinchisi kasr sonlar, drobные deyiladi. Misol uchun 2 пятых, 2,5, 8 десятых va hokazo. Endi sizlar bilan ko'pchilik xato qiladigan holat, ya'ni yumshoq belgini noto'g'ri ishlatiladigan holat haqida gaplashamiz. Va mana shu yumshoq belgini raqamda, o'sha sonda qayerga qo'yishni o'rgataman. 5 bilan 20 ni orasidagi raqamlarda, ya'ni 5, 6, 7, 8, 19, 20 va 30 raqamlarida yumshatuvchi belgi raqamlar oxirida yoziladi. Ya'ni 6, 20, 13, 30 C bo'lib eshitiladi, lekin T bilan yumshoq belgi turadi. 50 bilan 80 raqamlarida, ya'ni 50, 60, 70, 80, 500 bilan 800 orasidagi raqamlarda 500, 600, 700, 800 raqamlarida yumshoq belgi so'z o'rtasida yoziladi. Masalan, 700, 900, 700, 900, 60, 60, 80, 80. Tartibli raqamlar xuddi sifatlardagidek qo'shimchalarga ega va tartibli raqamlar otlarning rodiga qarab oxirgi qo'shimchalari o'zgaradi. Masalan, 5 dom tartibli raqam o'sha inchi bo'lgandan keyin xuddi sifat oxirgi qo'shimchasiga olinadi. Mужской rodda uymidi, demak dom 5-dom demoqchi bo'lsak, 5-uy demoqchi bo'lsak, 5 dom. 21-ya kvartira, 21-xonadon. E'tibor qilinglar, bu yerda 25 ni 20siga emas, keyingi raqamiga inchi qo'shimchasi qo'shiladi. O'zbek tilida ham xuddi shunday. Masalan, 21-uy deyiladi-ku, 20-birinchi-uy deyilmaydi. Xuddi shu holat rus tilida ham bor. 8-ye окно, 8-oyna. 9-ye etажи, 9-chi qavat emas, qavatlar. Masalan, 4-5 dom, 9 etajli dom qurilgan bo'lsa, ana shu domlarning 9-qavatlari. 42 god mужской rod bo'lgandan keyin 42-yil 42 gод deyiladi. Sanoq sonlar yonida keladigan otlar quyidagi qo'shimchalarga ega bo'ladi. 1 друг, 1 ручка, 1 palto. Yoki bir bilan tugagan holatda ham xuddi shu holat bo'ladi. 21 друг, 51 ручка, 201 palto. 2, 3, 4 raqamidan keyin yoki raqam shu sonlar bilan tugasa, masalan 32, 83, 54, 103, unda mужской va средний rod so'zlari uchun a qo'shimchasini qo'yasizlar. Masalan, 2 окна, 3 telefona, 32 окна, 83 telefona. Женский rod so'zlarida 2 so'zi bo'ladi. 3, 4 da i'ni qo'yasizlar.
2, 3, 4 подруги, ручки, девочки. Женский rodda. 5 bilan 20 ni orasidagi raqamlar bilan, masalan, yoki shu raqamlar bilan tugasa so'z. Mana shu raqamlar bilan 45, 109, 37. Unda друзей, ей, telefonov, studentov ishlatiladi. Мужской so'zlarni ko'pligida. Yoki 5 окон, 8 колец, 10 зданий, средний rod so'zlari ko'plikda kelsa, unda mana shu raqamlardan keyin mana shu holat bo'ladi. Yana женский roddan keyin ko'plik holati bo'ladigan bo'lsa, 5 подруг, 109 школ, 208 sestер, kvartir, lektsiy, auditoriy va hokazo. Demak, yana bir marta qaytaramiz. Bir raqami yoki bir raqam bilan tugaydigan holat bo'lsa, so'z o'zgarmaydi. 2-3 tur raqami bo'lsa, мужской средний род uchun a qo'shimchasini qo'yasizlar, мужской va средний rodda. 2-3 tur raqamlarda женский rod so'zlari kelsa, i yoki uyni qo'yasizlar. 5 bilan 20 ni orasidagi raqamlarda va mana shu raqamlar bilan tugagan raqamlarda ей yoki of, yev мужской rod so'zlari uchun. Окон, околец окончание yo'qoladi. Mana средний rodda. Женский rodda ham окончание yo'qoladi. Подруг, школ, sestер, kvartir, lektsiy, auditoriy bu ya bilan tugaganlarda i qo'shimchasi bo'ladi. Uyga vazifa tur xil sanoqlardan 40 ta so'z birikmasini tuzib yozing. Bugungi mavzuyimiz shu bilan tugadi. Keyingi mavzularda, darslarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Спасибо всем за внимание. До встречи на следующем уроке.